Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmart o'z platformasining ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar tahlili kursini 10-darsini boshlaymiz. Bugun biz 10-darsda saralash algoritmlari asosida algoritmni samaradorligini baholaydigan mezon Big O tushunchasi bilan tanishamiz. Saralash algoritmlari ikki turga bo'linadi. Bular ichki va tashqi saralash algoritmlari. Bevosita kompyuterni xotirasiga bog'liq ravishda ichki va tashqi saralash algoritmlariga bo'linadi. Ichki saralash algoritmlari bu kompyuterni operativ xotirasi, ya'ni RAMda sig'adigan kichik hajmdagi ma'lumotlarni saralashga asoslangan bo'lsa, tashqi saralash algoritmlari bu tashqi xotirada katta hajmdagi axborotlarni saralashga asoslangan. Ichki saralash algoritmlariga bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, merge sort, heap sort algoritmlari kiradi. Tashqi saralash algoritmlari bevosita katta hajmdagi ma'lumotlarni saralash uchun qattiq disk yoki boshqa xotira qurilmalari, serverlar, cloudlardan foydalangan holda saralashga asoslangan. Ularga tashqi birlashtirish tartibi ko'p fazali saralash, ko'p yo'nalishli birlashtirish, ya'ni multi va merge sort algoritmlari kiradi. Keling, oddiy selection sort algoritmini ishlash prinsipini tushunib olaylik. Demak, bizga mana bunaqa ko'rinishdagi saralanmagan ma'lumotlar berilyapti. Lug'at ko'rinishida biz sort algoritmini ishlatib, mana bu holatga keltirishimiz kerak. Bu jarayonda selection sort algoritmi qanday ishlaydi? Demak, selection sort algoritmi birinchi qadamda xuddi shu o'lchamdagi arrayga mos bo'sh array yaratib oladi va bo'sh ro'yxatni birinchi element sifatida mana bu ro'yxatdagi eng katta elementni topib, keyingi ro'yxatga o'tkazadi va bu ro'yxatdan uni o'chiradi. Va shu tartibda keyingi element ham, masalan, Chevrolet Traverse avtomobili narxi $55,000. Bu keyingi eng katta element sifatida bu ro'yxatdan o'chiriladi va yangi ro'yxatga o'tkaziladi. Va shu tartibda barcha ro'yxat elementlari yangi ro'yxatga joylashtiriladi va natijada bizga tartiblangan array hosil bo'ladi. Xo'sh, mana bu jarayonda biz nechta amal bajaryapmiz? Siz e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi jarayonda oddiy linear search algoritmi yordamida biz eng katta elementni qidirib topyapmiz. Demak, bu jarayonda n ta amal bajaryapmiz. Keyingisida n-1 ta, keyin n-2 ta va hokazo, oxirgisida bitta amal bajarish orqali jami amallar soni n ko'paytirilgan n-1 taqsim 2 va bu taxminan n kvadrat, ya'ni eng yomon holatdagi qiymatlar olinganda amallar miqdori eng kattasi n kvadrat olamiz. Va bu amallar miqdori selection sort algoritmida bajarilgan amallar miqdori. Xo'sh, bu nimaga bog'liq? Bu bevosita algoritmda amallarni bajaradigan kompyuter qurilmamiz CPU, ya'ni Central Processing Unit, markaziy mikroprotsessor bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Siz bilasizki, har bitta mikroprotsessorni o'zini ish unumdorligini baholaydigan mezonlar bor. Bular birinchisi bu algoritm CPU, ya'ni mikroprotsessorning taktik chastotasi bo'lsa, ikkinchisi uning razryadi. Taktik chastota odatda mikroprotsessorni yonida yozilgan qiymat bo'ladi. Masalan, Intel Core i5 2,5 GHz yozuvi bu 1 sekundda 2,5 milliardta amal bajaradigan CPU, ya'ni protsessor ekanligini bildiradi. Keling, bir dona amalni bajarish uchun bizga qancha vaqt ketayotganligini aniqlaylik. Unda 1 taqsim f 0,4 ko'paytirilgan 10 darajasi -9, ya'ni 0,4 nanosekund vaqt ketar ekan mana shu protsessor uchun bitta amalni bajarishga. Endi ikkita algoritmni solishtiraylik. Linear search va binary search algoritmlarini xuddi mana shu protsessorni amal bajarish vaqtlarini n barobar 1,5 10 darajasi 9, ya'ni Google'ni foydalanuvchilari soni miqdoricha solishtiraylik. Natijada linear search uchun 0,6 sekund, binary search uchun 12 nanosekund vaqt ketganligini aniqlaymiz. Va ularning farqi 50 millionga teng. Bu juda ham katta farq. Ya'ni algoritm samaradorligi juda muhim tushuncha ekanligini isbotlaydi. Algoritm samaradorligi Big O bilan aniqlanadi. Ya'ni Big O, katta O algoritm tezligini o'lchash uchun mezon ekan. Big O'ning eng yomon holatdagi tezlikni o'lchaydigan mezon. O'lchov birligi amallar soni bilan aniqlanadi. Linear search uchun amallar soni n ta,
Binary so'z uchun logaritm ikki asosga ko'ra endi amal bajarilar ekan. Va ba'zi bir algoritmlarni tezligini solishtiradigan bo'lsak, masalan, slow sorting algoritmlar, bular selection sort, insertion sort, bubble sort algoritmlarni algoritm murakkabligi yoki algoritm samaradorligi n kvadrat bilan o'lchanar ekan. Quick sort, merge sort, heap sort algoritmlarni algoritm murakkabligi, ya'ni big O qiymati n ko'paytirilgan logaritm ikki asosga ko'ra n bilan o'lchanar ekan. Ana endi biz keyingi saralash algoritm bubble sortni o'rganishni boshlaymiz. Bubble sort algoritmi qanday ishlaydi? Ushbu slaydda siz selection sort algoritmini C++dagi kodini va Pythondagi kodlarni ko'rishingiz mumkin. Amaliy qismida, darsimizni amaliy qismida bu qismlar bilan yana alohida to'xtalib o'tamiz. Keling endi biz bubble sortni ishlash prinsipini o'rganamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bubble sort yonidagi qo'shnisi, ya'ni arrayni inchi va i+1 elementlarni solishtirib, o'rin almashtirish asosida ishlaydigan algoritm hisoblanadi. Yana ham soddaroq qiladigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, 6 va 5 solishtiriladi. Agar 6 katta bo'lsa, o'rin almashiladi. 6 va 3 solishtirilyapti. Agar inchi element katta bo'lsa, o'rin almashtirilyapti, ya'ni swap qilinyapti. 6 va 1 solishtirilyapti. 6 kattaligi uchun o'rin almashtirilyapti. 6 va 8 solishtirilyapti. Bu shart bajarilmaganligi uchun o'rinda qolyapti. Xuddi shu tartibda solishtirilib, oxirida 8 joy egallaydi va endi 8 dan pastda turgan barcha elementlar bilan ushbu tartiblanish amalga oshiriladi. Va pufakchali, ya'ni bubble sort algoritmiga e'tibor bersak, mana bu yerda arrayni j-inchisi va j+1 solishtirilib, ularni o'rni almashtirilyapti. Ya'ni C++da uni swap funksiyasi yordamida amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni swap arrayni j-inchisi virgul arrayni j+1 deb mana bu 3 qatorni o'rniga bitta qator kod yozsangiz ham bo'ladi. Mana bu dastur kodida xuddi shuni Pythonda ko'rib turibsiz va bubble sortni Pythonda mana kod natijasini ko'rib turibsiz. Keling endi insertion sort algoritmini birgalikda ko'ramiz. Insertion sort algoritmini ishlash prinsipida e'tibor bersangiz agar, bu yerda elementlar birma-bir tekshirilyapti. Elementlarni tekshirish ikkinchi elementdan boshlanyapti. Tekshirish va o'zidan oldingi e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkinchi elementdan boshlab tekshirish boshlanyapti va o'zidan oldingi barcha elementlar bilan solishtirilib, agar kichik bo'lsa keyingi o'rin bilan tekshiriladi, yana kichik bo'lsa keyingi o'rin bilan va undan katta shartiga kelganda o'sha indeksga insert qilinyapti, yangi element sifatida kiritilyapti. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun keyingi videoga diqqat qilamiz.
bilsangiz, insertion sort algoritmi ikkinchi elementdan tekshirishni boshlaydi va o'zidan oldingi turuvchi barcha elementlar bilan tekshirishni amalga oshiradi va kichik bo'lsa o'rin almashadi va katta bo'lsa o'sha indeksga kiritiladi. Shu tartibda ishlaydi. Va bugun biz selection, bubble sort va insertion sort algoritmlari bilan tanishdik. Keyingi darslarimizda quick sort, merge sort, heap sort algoritmlarini ko'rib chiqamiz. Ma'ruza mashg'ulotimiz shu yerda tugadi. Sizga bitta mana bu insertion sort algoritmi bo'yicha kodlar, bularni alohida yana tahlil qilamiz amaliy mashg'ulotimizda. Sizga kichkinagina loyiha taklif qilaman. Mana shu loyihani mustaqil bajarishga harakat qiling. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.